Wow, yangilik. Microsoft va Nvidia hozirgi tarixdagi eng kuchli va tejamkor yupqa va yengil Windows kompyuterini e'lon qildi. Xo'sh, ular buni Surface Laptop Ultra deb nomlashibdi va u yangi Nvidia RTX Spark video kartasi bilan yaratilibdi. Bu noutbuklar maxsus ravishda kontent yaratuvchilar, dasturchilar va professional foydalanuvchilar uchun umuman noldan ishlab chiqilgan. Ularda o'zini gaplari bilan aytganda, ular Surface Ultra noutbukini ichki tomondan tashqariga qarab loyihalashgan. Mexanika, elektronika, issiqlik va akustika tizimlari, materiallar, sanoat dizayni va dasturiy ta'minot muhandislari birinchi kundan boshlab bir stolda birga ishlashgan. Ichki arxitektura va tashqi ko'rinish yagona yaxlit tizim sifatida qurilgan. Keyin birinchi apparat ta'minoti hardwaredan boshlaylik. Siz 15 dyumli eng yuqori HDR, yorqinligi 2000 nitgacha yetadigan, har dyumga 262 piksel sig'imli va yuqori aniqlikdagi rang uzatish xususiyatiga ega mini LED Pixel Sense ultra sensorli ekraniga ega bo'lasiz. Va ular shu paytgacha chiqargan eng yorqin displeymish. Ma'lum qilishicha, touchpad ham Surface notebooklarga shu paytgacha o'rnatilgan eng kattasi ekan. Shuningdek, u yerda juda ko'p port variantlari bo'lar ekan: HDMI, USB-C, USB-A va to'liq o'lchamli SD karta sloti. Endi bularning barchasidan tashqari bu Nvidia Blackwell RTX GPU video kartasini 128 GB gacha bo'lgan birlashgan operativ xotira va to'liq Qda qo'llab-quvvatlovi bilan birlashtirilgan birinchi notebook bo'lar ekan. Ular 3 yildan beri shu kompyuterlar ustida ishlashyapti va dasturiy ta'minotini ham yaxshigina optimizatsiya qilishganini aytishdi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu yangi Windows notebooklari MacBooklardan yaxshiroq chiqdimikan?